Siz hech o'zingizni ko'p kritika qilasizmi? Mani o'tim mana bunaqa, mani bitim mana bunaqa deb o'zingizni kritika ko'p qilasizmi? Toksik uyat sizda bormi yoki yo'qmi? Shuni aniqlaymiz. Birinchi savolim, siz hech o'zingizni ko'p kritika qilasizmi? Mani o'tim mana bunaqa, mani bitim mana bunaqa deb o'zingizni kritika ko'p qilasizmi? Keyingi savolim, o'zingizni aybingizni tan olishi o'rniga o'zingizni aybdorlikka solib tashlaysizmi? Hamma mana shu ishni qildim deyish o'rniga, voy qatam shu ishni qildim, bilganimda qilmasdim-u, atiydan qilmadim-u deb o'zingizni aybdorlikka solib o'zingizni oqlashni boshlaysizmi? Keyingi savolim, o'zingizni как будто men qatimdir nito, xuddi gadki uchonga o'xshayman, men hammadan ajralib turaman, mana qatlarimdir yetishmaydi menga nimadirlar deb hech o'ylaganmisiz? O'zingizga past baho berasizmi? Agar mana shu sanab o'tganlarimdan sizda qaysidirlari bo'lsa, bu nimaga olib keladi? Bu toksik uyat sizda borligini bildiradi va bu sizni atrofdan izolyatsiya qilib qo'yadi. Ya'ni sotsiumga, ya'ni jamiyatga deylik, jamiyatga chiqishdan siz uyalasiz, o'zingizni ko'rsatishdan ham uyalasiz. Ko'p insonlar bilan kontakt qilmaysiz, chunki ular sizni kritika qilishidan qo'rqasiz. Va izolyatsiya bo'lganingizdan keyin xuddiki atrof muhit meni yomon deb o'ylaydi deb hayotingizni ham siz qanaqadir murakkab yo'l bilan yashab o'tasiz. Agar shu belgilar sizda bo'ladigan bo'lsa, xavotir olmang, buni qayta yashab to'g'irlashni iloji bor. Faqat sizga mutaxassis kerak bo'ladi. Agar buni ustida ishlab to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, direktga murojaat qiling va bajonidil sizlar bilan individualni ishlaymiz.